Yaqindan ham ko'rsataman, choklarini qaranglar, qanaqa akkuratniligini. Birinchi o'rinda men har safar aytaman, chokka qarash kerak. Sizlarga reklama emas, chestni, kerakli ma'lumotlarni yaxshisini ilinaman. Mana qaranglar, choklari qanaqa akkuratni. Hozir bolam qaranglar, mana bu go'zalligini. Buni nonushtalarga, saharliklarga, tarelkalarni moslab qilsang, mana bu o'z o'rnini asalchaligini qaranglar. Umuman bu bilsanglar, suv to'kilsa ham suv o'ziga shimmaydi. Artib olaverasizlar, dog' ushlamaydi. Anchadan beri bu materialdan men ishlataman. Mana bu sochiqlarni ham qaranglar, qanaqa нежный, akkuratniy qilib tikilganda. Mana bu qaranglar. Bu estetikani, go'zallikni yaxshi ko'radiganlar uchun mana zo'r variant. Bunisini ham qaranglar, qanaqa akkuratniy tikilgan. Sochuvlari qo'lshimadi. Mana bunga non solamizmi, bulочкаlar solamizmi, hammani o'zini dididan kelib chiqib ishlatsa bo'ladi. Buni qaranglar, asalchaligini bir xilda komplekt qilib solib, hali sizlar bilan yana bo'lishaman. O'rtoqlar, men sizlarga kimda bor pattaringlar dedim, hozirlarga ham profil qoldiraman. Buni qaranglar, qanaqa asalchaligini. Buni chiroyli idishlar otam ishlatganimda yana qo'yib beraman, lekin profillarni atmetga qilaman. Sizlar ham 8-mart bayramlarga, hayitlarga olmoqchi bo'lsanglar, shuna profillarga o'tib olinglar. Mana qaranglar, qanaqa go'zalligini. Buni uzorlari shunaqa chiroyli. Bundan tashqari faqat pattaringlik emas, ularda shunaqa naborchalari bilan bir xilda qilib qo'yib beradilar. Mana gazlarni oldiga qo'yib qo'ygani qaranglar, qanaqa chiroyli sochiqlarini, bunaqa hadiyalarni ham go'zal qilib yuborganlarga qaranglar, qanaqa chiroyli. Xohlaganinglarni buyurtma qilasizlar, uyingizgacha dostavka qilib beradilar. Mana o'zimizni Namangandagi profillarni hozir atmetga qilib qo'yaman. Yaqindan ham ko'rsataman, choklarini qaranglar, qanaqa akkuratniligini. Birinchi o'rinda men har safar aytaman, chokka qarash kerak. Sizlarga reklama emas, chestni, kerakli ma'lumotlarni yaxshisini ilinaman. Mana qaranglar, choklari qanaqa akkuratni. Hozir bolam qaranglar, mana bu go'zalligini. Buni nonushtalarga, saharliklarga, tarelkalarni moslab qilsang, mana bu o'z o'rnini asalchaligini qaranglar. Umuman bu bilsanglar, suv to'kilsa ham suv o'ziga shimmaydi. Artib olaverasizlar, dog' ushlamaydi. Anchadan beri bu materialdan men ishlataman. Mana bu sochiqlarni ham qaranglar, qanaqa нежный, akkuratniy qilib tikilganda. Mana bu qaranglar. Bu estetikani, go'zallikni yaxshi ko'radiganlar uchun mana zo'r variant. Bunisini ham qaranglar, qanaqa akkuratniy tikilgan. Sochuvlari qo'lshimadi. Mana bunga non solamizmi, bulочкаlar solamizmi, hammani o'zini dididan kelib chiqib ishlatsa bo'ladi. Buni qaranglar, asalchaligini bir xilda komplekt qilib solib, hali sizlar bilan yana bo'lishaman. Yaqindan ham ko'rsataman, choklarini qaranglar, qanaqa akkuratniligini. Birinchi o'rinda men har safar aytaman, chokka qarash kerak. Sizlarga reklama emas, chestni, kerakli ma'lumotlarni yaxshisini ilinaman. Mana qaranglar, choklari qanaqa akkuratni. Hozir bolam qaranglar, mana bu go'zalligini. Buni nonushtalarga, saharliklarga, tarelkalarni moslab qilsang, mana bu o'z o'rnini asalchaligini qaranglar. Umuman bu bilsanglar, suv to'kilsa ham suv o'ziga shimmaydi. Artib olaverasizlar, dog' ushlamaydi. Anchadan beri bu materialdan men ishlataman. Mana bu sochiqlarni ham qaranglar, qanaqa нежный, akkuratniy qilib tikilganda. Mana bu qaranglar. Bu estetikani, go'zallikni yaxshi ko'radiganlar uchun mana zo'r variant. Bunisini ham qaranglar, qanaqa akkuratniy tikilgan. Sochuvlari qo'lshimadi. Mana bunga non solamizmi, bulочкаlar solamizmi, hammani o'zini dididan kelib chiqib ishlatsa bo'ladi. Buni qaranglar, asalchaligini bir xilda komplekt qilib solib, hali sizlar bilan yana bo'lishaman. Yaqindan ham ko'rsataman, choklarini qaranglar, qanaqa akkuratniligini. Birinchi o'rinda men har safar aytaman, chokka qarash kerak. Sizlarga reklama emas, chestni, kerakli ma'lumotlarni yaxshisini ilinaman. Mana qaranglar, choklari qanaqa akkuratni. Hozir bolam qaranglar, mana bu go'zalligini. Buni nonushtalarga, saharliklarga, tarelkalarni moslab qilsang, mana bu o'z o'rnini asalchaligini qaranglar. Umuman bu bilsanglar, suv to'kilsa ham suv o'ziga shimmaydi. Artib olaverasizlar, dog' ushlamaydi. Anchadan beri bu materialdan men ishlataman. Mana bu sochiqlarni ham qaranglar, qanaqa нежный, akkuratniy qilib tikilganda. Mana bu qaranglar. Bu estetikani, go'zallikni yaxshi ko'radiganlar uchun mana zo'r variant. Bunisini ham qaranglar, qanaqa akkuratniy tikilgan. Sochuvlari qo'lshimadi. Mana bunga non solamizmi, bulочкаlar solamizmi, hammani o'zini dididan kelib chiqib ishlatsa bo'ladi. Buni qaranglar, asalchaligini bir xilda komplekt qilib solib, hali sizlar bilan yana bo'lishaman.